Assalomu alaykum Motopower ya'ni Mototos obunachilari. Hozirgi yangi do'konimiz, ya'ni Motopower do'konimizdan yangi do'konimizni ochganmiz, filialini bilasizlar. O'shandan foydalanib sizlarga sifati zo'r bo'lgan arzon narxlarda suv nasoslarining narxini tanishtirib o'taman. Qani boshladik. Hozirda eng ko'p kerak bo'ladigan, ya'ni suv nasoslaridan biri yog'ingarchilikda yo ko'llari yo quduqlari bo'lsa, sifati zo'r bo'lgan, narxi juda ham arzon. 290 ming so'mga suv ichiga tashab qo'yiladigan suv nasoslarimizni narx-navlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu suv nasosimiz ya'ni 290 ming so'm. Masalan, ko'lingiz bo'ladimi, uyingizdami, nima hovuzingiz bo'ladimi, shu tashab qo'yasiz, bemalol chiqarib beradigan tayyor suv nasosimiz. Ya'ni vatini ham juda ham ekonomik tokni tortadi, lekin zo'r suvingizni chiqarib beradigan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, taylari ham mana nikelligi, ya'ni sifati zo'r bo'lgan nasoslardan biri. Bu narxi 290 ming so'm qilib beramiz. Agar bundan kattaroq suv nasoslar kerak bo'lsa, mana bu yerda 55 taligimiz bor, ya'ni poplovkalik, obmotkasi misli, Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Bu suv nasoslari 850 ming sotishardi. Hozirda biz do'kondan kelib 650 ming so'mga sifati zo'r bo'lgan suv nasoslar xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz mana 750 taligi bor. Bu yanada kuchliroq. Bularning ya'ni podyomlari 32 metr bo'ladi. Bunisiki 26 metr. Men sizga ko'rsatgan kichkina 290 ming so'mligi, buni podyomi 16 metr bo'ladi. Xohlaganlar uchun katta mana 50 lik suv chiqaraman deganlar uchun 1 kilovatligi ham bor. Narxi 950 ming so'm chiqadi. Podyomi ya'ni tikkaligi 25 metr. Bu qiyalikka degani 100 metr, 150 metrga qo'ysangiz bo'ladi. Kattaroq yanada bahaybatini olaman deganlar uchun mana 1 ya'ni podyomi salgina kamrog'i bor. Bu ya'ni 20 metrligi deyiladi. Bu narxini 900 ming so'm qilib beramiz. Bu yerda 100 lik suv nasoslarimiz bor. 100 lik ya'ni 1 soatiga 60 tonna suv haydaydi. Buni podyomlarini ham tushuntirib o'tamiz. Ya'ni 65 tonna 1 soatiga suv haydaydi. 2 kilovatlik podyomi 9 metr tikkanlikka, qiya bo'lsa 120 metrgacha bemalol haydab beradi. Xohlaganlar uchun mana 50 ligi ham bor. Ya'ni 1 kilovatligi, tikkalik podyomi, ya'ni 15 metr, ya'ni qiya podyomiga bemalol 200 metrgacha chiqarib beradigan Rolls Germaniya texnologiya nasoslar. Bular poplovkalik bo'ladi. Narxi bor yo'g'i 1 150 ming so'm chiqadi. Xohlaganlar uchun uyiga avtomat, o'zi yonib o'zi o'chadigan sifati zo'r bo'lgan suv nasoslar qo'yaman desalar, bu yog'imizda ko'rib turishingiz mumkin, 370 talik, ya'ni 5 ta 6 ta tochkaga yetadigan o'zi avtomatiklar, ya'ni o'zi yonib o'zi o'chadigan suv nasosimizdan biri. Narxi 640 ming so'm qilib beramiz. Xohlaganlar uchun mana 7 ta, 8 ta, 10 ta tochkagacha yetadigani 550 talik deyiladi. Tikka podyomi 38 metrgacha bemalol bo'ladi. Ya'ni quduqqa ham qo'ysangiz bo'ladi. Bu ya'ni 8 metrdan tortib beradi. Buning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 850 ming so'm qilib beramiz. Bu yerda 750 taligimiz bor. 750 talik avtomat nasosimiz, tikka podyomi 44 metr bo'ladi. 12 ta tochka, 10 ta tochkagacha bemalol yetadi. Narxiga keladigan bo'lsak, 950 ming so'm qilib beramiz. Bu yog'imizda quduqdan tortadigan cho'chqa burun, ya'ni qovun nasoslar, cho'chqa nasoslar deyiladi. Bu cho'chqa nasoslar hovuzdan tortib olishga ham juda ham zo'r ish beradi. Obratni klapanlari bor. Buning narxi juda ham arzon chiqqan. 650 ming so'mga 1 100 ming sotayotgan cho'chqa nasoslarimizni olib ketishingiz mumkin. Va bahaybati 50 lik cho'chqa nasoslar olaman deganlarga qovun nasos deyiladi. Bu vakuumlik. 1 soatiga где-то 120 tonnagacha suv chiqarib beradigan juda ham kuchli suv nasoslaridan biri. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi bor yo'g'i 1 850 ming so'm qilib beramiz. Keyin bu yoqda havo haydaydigan nasoslarimiz kelgan. 650 ming so'm, 750 ming so'm, 850 ming so'm, 1 200 ming so'mgacha havo haydaydigan suv nasoslarimizdan kelgan. Agar arissonlarga sirkulyatsionni suv nasoslar kerak bo'lsa, bemalol bizda sirkulyatsionni suv nasoslari ham bor. Xohlagan razmerlari 190 ming so'mdan boshlab 350 ming, 450 ming va bahaybatlari mana 1 800 1 900 ming so'mgacha sirkulyatsionni nasoslarni teplitsa issiqxonalarga qo'yadigan kattalari ham bemalol olishingiz mumkin. Agar bularga masalan kimda ehtiyojlariga binoan, ya'ni dizel variantda suv nasos, suv pompalar kerak bo'lsa, bu ham bor. 76 lik, 100 lik, ya'ni 150 gacha bo'lgan bahaybatlari dizelni suv nasoslari ham bor. Kimga shunaqangi sifati zo'r suv nasoslari kerak bo'lsa, mana bunaqa glubinli suv nasoslarimiz ham bor. Kimdirlar aytadi, bizni turbalar kichkina turbaga sig'ishi uchun kichkina nasos olib kelganmiz. Juda ham endi plotni tushib ketadi, bemalol 80 lik turbaga bemalol tushadi. Kimdir 100 lik turba qilgan bo'ladi. 100 lik 80 lik turbaga plotni tushadigan glubinli suv nasosimiz bor.
100 metr, 150 metr chuqurlikdan bemalol suv chiqarib beradigan suv nasoslarimizni Mototolsdan arzon narxda xarid qilishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsangiz manzillarimizgacha tushuntirib o'tamiz. Ya'ni manzilini so'raganlarga Toshkent Sobraqinov ya'ni metrodan chiqqaningizda Do'mrobod bozori bor. Do'mrobod bozorini qarama-qarshi arasida, ya'ni Motopower do'konimiz. Telefon raqamlarimiz 99 576 37 37 va 95 816 94 94 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqib